Bunaqasi tarixda bo'lmagan. Bu yil o'yini edi. Yo'q. Yaxshisi bu asr o'yini edi. Yo'q, keling yaxshisi ushbu bahsni futbol tarixidagi eng yaxshi o'yin edi deya ta'rif bera qolamiz. Ha do'stlarim, ekran qarshisidan qulayroq joy oling. Chunki hozir biz sizlar bilan kecha tunda bo'lib o'tgan Yevropa Chempionlar Ligasi musobaqasining yarim final dastlabki bahsi Paris Saint-Germain Bavariya to'qnashuvi haqida gaplashamiz. Va umid qilamanki, ushbu dasturimiz sizlarning 10 mingta layklaringizga ham arziydigan dastur bo'ladi. Shuning uchun keling, ayamasdan videorolikka layklarni bosib tashlaylik. Paris Saint-Germain Bavariya 5-4 Parij klubining kichik g'alabasi va 5-4 hisobi qayd etilganligi menimcha ko'plab futbol muxlislarini xursand qildi. Albatta Paris Saint-Germain muxlislaridan tashqari. Bahsning ikkinchi bo'limida 5-2 hisobi qayd etilganidan keyin menimcha barcha Paris Saint-Germainni yarim final bosqichidan o'tib olganligi va finalga yetib olganligi bilan tabriklashni boshladilar va mana Real Madridning ketma-ket ushbu musobaqada chempion bo'lish natijasi takrorlanadigan bo'ldi deya o'ylashni boshladilar. Chunki Paris Saint-Germain finalga chiqib olsa, ehtimoliy raqibi Arsenalni ham, Atletico Madridni ham majaqlab tashlaydi degan tushuncha paydo bo'lgandi. Lekin do'stlarim, Bavariya klubi shoshmanglar. Biz hali yakuniy so'zimizni aytmadik deganday o'rtadagi 3 ta to'p farqini qisqartirib tashladi. Ketma-ket 2 ta gol va yakuniy hisob 5-4. O'zi umuman olib qaraganda ushbu bahs juda ham g'alati boshlangandi. Harry Kane'ning penaltidan kiritgan goli, Xvichaning hisobni tenglashtirishi, Joao Nevesning bosh bilan kiritgan ajoyib goli va hokazolar. Lekin ikkinchi bo'limning boshi umuman boshqacha bo'ldi. Chunki jamoalar tanaffusga chiqib ketayotganida 3-2 hisobi edi. Tanaffusdan qaytganlaridan keyin esa tezda 58-daqiqagacha hisobning ko'rinishi umuman boshqacha tus oldi. Yirik 5-2 hisobi. Keyin esa do'stlarim, dasturimiz boshida ta'kidlab o'tganimday barcha Paris Saint-Germain klubini final yo'llanmasi bilan tabriklashni ham boshlab yubordilar. Lekin Bavariya bunga qarshilik qildi. 55 va 68-daqiqalarda Bavariya shoshmanglar, biz hali o'lganimiz yo'q deganday ketma-ket va tezda 2 ta gol kiritdi va bahsdagi intrigani saqlab qoldi. Bahsdagi emas, juftliklar orasidagi intrigan desak menimcha to'g'ri bo'ladi. Ha do'stlarim, ikkinchi bo'limdagi kiritilayotgan jamoalarning gollariga e'tibor bering. 2-3 daqiqa farq qiladi oradagi daqiqalar. Bu degani esa jamoalar kuch borasida haqiqatan ham bir-biriga mos edilar. O'zi umuman olib qaraganda Instagramga ham video chiqargan edim va o'sha videoda ham taslim bo'lmaydiganlarni mag'lub etish imkonsiz deya ta'kidlab o'tgan edim. Haqiqatan ham e'tibor bering. Agar Bavariyaning o'rnida menga ishonavering, hattoki Real Madrid, Barselona va Atletico Madrid bo'lganida ham 3 talik to'p farqi vujudga kelganidan so'ng o'yinni tashlab yuborib menimcha taslim bo'lishgan bo'lar edi. Lekin Bavariya emas. Chunki bu haqiqatdan ham ushbu mavsumdagi yirtqich hayvon ekanligini yana bir bor isbotladi. Ha do'stlarim, ustoz sharhlovchi Xayrullo Hamidov aytganiday, taslim bo'lmaydiganlarni mag'lub etib bo'lmaydi. Eng e'tiborlisi shundaki, ushbu bahsda tarixiy natija qayd etilmoqda. Ya'ni hali shu kungacha Yevropa Chempionlar Ligasi musobaqasining yarim finalida, ya'ni bitta bahsda 9 ta gol urilmagan ekan. Va mening shaxsiy fikrimcha do'stlarim, bu bahs o'tgan yildagi Barselona hamda Inter jamoalari o'rtasidagi bahsni ham qiziqish va qiziqarli jihatdan ortda qoldira oldi. Lekin jamoalarga katta rahmat aytib o'tishimiz kerak, chunki yarim final masalasini birinchi bahsning o'zidayoq ular yopishmadi. Ya'ni javob bahsi uchun ham intrigani saqlab qolishdi. Menga ishonavering, ro'paraso bir haftadan so'ng javob bahsi shunchaki yonadi. Ha do'stlarim, birgina to'p farqi bunday jamoalar o'rtasidagi masalani hal qilmaydi. Bittalik to'p farqi har ikkala jamoa uchun ham qaltis hisob hisoblanadi. Tasavvur qiling, javob bahsida Bavariya bitta gol ursa, birinchi bo'lib muvozanat tiklanadi. Agarda Bordio
Paris Saint-Germain birinchi bo'lib gol kiritadigan bo'lsa, to'plar nisbati 2 ga oshadi va unda Bavariyaga rostdan ham qiyin bo'ladi. Va javob bahsi biroz ehtiyotkorona o'tsa kerak, chunki birinchi bahsda jamoalar ochiq, oydin futbol namoyish etdilar. Hech qanday taktika, hech qanday rejasiz, faqat bitta narsa: hujum qilish va gol kiritish. Har ikkala jamoada ham aynan mana shu narsa reja qilingandi. Faqat hujum qilish va gol kiritish. Ular himoya haqida ham o'ylamadilar, ehtiyotkorlik bilan futbol ham o'ynamadilar. Shuning uchun tablodagi hisobni o'zingiz ko'rib turibsiz. Bir so'z bilan qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, bu titallar to'qnashuvi edi. Titallar to'qnashuvida kim finalga yo'l oladi, endi buni ro'porosa bir haftadan so'ng bilib olamiz. Men oldin bildirib o'tgan shaxsiy fikrlarimda qolaman. Kichkina bo'lsa-da, farq bilan Paris Saint-Germain ushbu juftlikda favorit. Lekin yakunda Bavariya ham ishonchim komilki, Paris Saint-Germainning ushbu favoritligiga shunchaki jim qarab turmaydi. Va hozirgina ta'kidlab o'tgan gaplarimni yana bir bor takrorlab o'taman. Javob bahsi shunchaki yonadi va do'stlarim, javob bahsi shunchaki dahshatli o'tadi. Chunki Bavariyaning taslim bo'lmaslik xarakterining evaziga javob bahsi uchun intrigalar saqlab qolindi. Siz nima deb o'ylaysiz do'stlarim? Finalga kim yo'l oladi? Bavariya yoki Paris Saint-Germain? Shaxsiy fikringizni va taxminingizni kommentariyada yozib qoldiring. Men esa do'stlarim hozircha sizlar bilan xayrlashaman va albatta nasib qilsa ro'porosa bir haftadan so'ng javob bahsidan keyin finalga yo'l olgan jamoani birgalikda tabriklaymiz. Do'stlarim, futbolni seving va u bilan yashashda davom eting. Omon bo'ling.